Shu Instagram o'zidan video olishni yaxshi ko'raman. Sababi klientlarimiz borini ko'rsizlar deyman. Oynaligini qaranglar. Yozuvlargacha uyqu bilasizlar mana bemalol. Xohlasa Malibuning 3 etapli podirovkalari tugadi. Vakuumlari tugadi, karnizlari sepildi, orqa bamperlari sepildi. Oldilarni zazorlarini to'g'rilab berganmiz. Oldi kapotni boshqatdan podirovka qilib berdik. Shukr, chiziqlari bor, yaxshi sepilmagandi. Oldi bamperning ichiga qavurg'alarni qo'yib berdik, emblemalari almashdi. Salondagi oynasi bo'shab qolgan ekan, uni qotirib berdik. Tumangan chetlar singandi, ular taxlandi. Xo'p, mayda juda ham ko'p ishlar bo'ldi. Xudo xolasa beraveramiz. Carpro mahsulotlarini ishlatgan holatda idealni qilib beramiz. Carproning keramikasi suriladi. Juda ham ideal natija bo'ladi. Shu effektni ham ancha vaqt xizmat qilib beradi. Faqat yaxshi moyga, yaxshi suvlarga yuvilsa bo'lgani mana akalar. Oyna bo'lib chiqib qaraydi. Yozuvlarni oldi ham